Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda 5, 6, 7, 8 aprel kunlari uchun ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5 va 8 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 6-7 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 5-7 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 aprelda 8-13 daraja, 7-8 aprelda 6-11 daraja, kunduzi 5 aprelda 20-25 daraja, 6 va 8 aprelda 15-20 daraja, 7 aprelda 12-17 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-7 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 8 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 5-7 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-7 aprelda 10-15 daraja, 8 aprelda 8-13 daraja, kunduzi 5 aprelda 23-28 daraja, 6 va 8 aprelda 15-20 daraja, 7 aprelda 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-7 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 8 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 6-7 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-7 aprelda 10-15 daraja, 8 aprelda 8-13 daraja, kunduzi 5 aprelda 20-25 daraja, 6 aprelda 18-23 daraja, 7-8 aprelda 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5 va 8 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 6-7 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 6 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 aprelda 12-17 daraja, 7 aprelda 10-15 daraja, 8 aprelda 8-13 daraja, kunduzi 5 aprelda 24-29 daraja, 6 aprelda 18-23 daraja, 7 aprelda 13-18 daraja, 8 aprelda 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 6-7 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 aprelda 12-17 daraja iliq bo'ladi. 7-8 aprelda 8-13 darajagacha pasayadi. Kunduzi 5 aprelda 20-25 daraja, 6 aprelda 22-27 daraja, 7-8 aprelda 13-18 daraja iliq bo'ladi.
Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 aprelda 5-10 daraja, 7-8 aprelda 3-8 daraja, kunduzi 5-aprelda 10-15 daraja, 6-aprelda 12-17 daraja iliq bo'ladi. 7-8 aprelda 3-8 daraja iliqgacha pasayadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.